Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qorsaqol qishlog'iga o'zimizni ham qishlog'imizga olib kelib ustanovka qildik bu oshxonaviy belimizni. Bu oshxonaviy belimizga keladigan bo'lsak, mo'ykamizni bu boshidan xolodilnigimiz bu boshigacha 390 sm joyga olib kelib ustanovka qildik. Oldilari 100% akril bo'ldi, 1.8 lik qalinligida. Hop, korpuslari laminat bo'ldi, 1.6 laminat. Kafellari ichida bo'ldi. Va vitichkalarini o'rnatib ketdik. Vitichkalarini ham tepalarigacha o'rnatib berdik. Ichiga beraqa surilib qoldi, sababi tepasida to'sinlari bor ekan. Xo'p, bu joyimizga to'rxonali gaz plitamiz tushdi. Xo'p, ayrilishga keladigan bo'lsak, xo'p, bu chekkamizdan 30 sm, bu chekkamizdan 30, общий bu joyimizdan 390 joyimizdan 60 sm olib tashladik. Xo'p, ayirganimizda 330 sm ga shu joyimizga mo'ykamiz u boshidan xolodilnigimiz bu boshigacha olib kelib ustanovka qildik. Hop, 330 joyimizga o'zi общий 390 joyga tushadi. Shunda hozir ayriladigan narsaga keladigan bo'lsak, mana shu xo'p, xolodilnigimizni o'rni 30 sm, gazimizni o'rni 30 sm to'rxonaligi. Xo'p, tepasidagi xolodilnik tepasiga keladigan bo'lsak 30 sm ga hisoblanadi. Vitichkamiz tepasi ham 30. Agar yo'q, gaz plitamiz butun emas, bunaqa emas, ingichka tepasini o'zi desalaring, shu joyimiz o'ziga ham 30 sm qilinadi. Mebelimiz shu doskasi o't ekkan joyigacha hisoblanadi. Bu joyimizga akrildan 1.8 qalinligida Kashtan firmasi Grey Pearl degan nomli akrilimizdan olib kelib ishlatib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi, glansiy svetda. 390 joyimizga 7.200.000 so'mga, kafellari ichida, mo'ykasi ichida, simisitrlari yo'q. Xo'p, sochiq ilgichi tepasida shushilkalarigacha bor, tuz quruqcha qo'yadigan magnet, pulinchlarigacha chiroyli qilib qora podsvet qilib qo'yib berdik. Xo'p, taylarida led chiroqlarigacha hozir montaji bo'lmaganligi uchun yoqolmadik. Xo'p, bu chekkasida mikrovanovkani ham ishlatish uchun juda chiroyli qulay joyga o'rnatib berdik. Bemalol ishlataveradi. Muzlatgichdan olib, mikrovanovkaga solib bemalol ishlasa bo'laveradi. Tortmalari ham vakuumli bo'lgan, o'zi sekin tortib yopaveradi. Qo'shib soladiganlarigacha bor plastmassa. Xo'p, stolistsamizga keladigan bo'lsa, ikki yondagi bokovoylari alyuminlargacha qo'yganmiz chiroyli qilib o'rnatib qo'ydik. Pechimizni bu joyga qo'yib berdik. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib videolarga olib boryapmiz. Kimga shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, 93 569 8741 larga telefon nomerlariga telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha videoga olib, obzorini chiqaryapmiz. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Xudo xolasa bundan ham yaxshi obzorlar qilishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlarning podpishkalaring kerak. Bittadan like bosib, tanish bilish qarindosh urug'larga jo'natib turasizlar. Xo'p, mana shu xonadonimizga 7.200.000 so'mga mana shu oshxona mebelimizni chiroyli qilib olib kelib ustanovka qilib berdik. Yana bir bor aytib o'tamiz, kafeli, mo'ykasi, tepasidagi shushilkasi, sochiq ilgichi, tuz quruqcha qo'yadigan magnet, diod chiroq, mikrovanovkaning o'rni plastik shushilkasi ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.